Assalomu alaykum azizlar. Bugun mana biz Al-Buxoriy masjidiga xatmi Qur'onni oxirgi kunlariga yetib keldik. Alhamdulillah. Alloh o'zimizni shu kunlarga yetkazdi. Bugun Al-Buxoriy masjidida ajoyib tadbirlar bo'lib o'tdi. Tadbirda 30 kun shu masjidda xizmat qilganlar taqdirlandi. Xatmi Qur'onga o'tgan qorakalar taqdirlandi. Butun islom ummatiga chiroyli duolar qilindi. Al-Buxoriy masjidi ko'rib turganingizdek Ramazon hayitiga ajoyib tayyorgarliklar bo'lyapti. Men to'g'risi bunaqasini hayit bayramiga bunaqa shukurni o'rgab ko'rib lol qoldim, chunki mana ko'rib turganingizdek ajoyib tarzda boshqacha bir yondashgan Al-Buxoriy masjidining xodimlari. Alloh rozi bo'lsin qilayotganlardan. Inshaalloh Filadelfiyada islomiy maktablar ochilishini yo'lga qo'yish haqida gapirib o'tildi. Bular haqida biz sizlarga inshaalloh chiroyli qilib videolar oldik, qo'ldan kelgancha. Esinglarda bo'lsa, o'tgan safar ham shu masjidga iftorga kelganimda ajoyib video qo'ygandim. Bugungi videoda ham sizlarga inshaalloh ilindik. Yangi ochilayotgan maktablar haqida sizlarga ma'lumotlar beramiz. Xudo xolasa inshaalloh yangi maktablar ochilish arafasida ekan. Bugun xullas ham ajoyib kunlar bo'ldi. Taqdirlashlar bo'ldi xizmat qilganlarda va ajoyib bir oxirgi xatmi Qur'on kechasi bo'ldi desak ham bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Haqiqatda masjidimizni masjidimizni ustunlaridan biri deymiz. O'zim shunday deb aytaman va qolganlar ham shunday deb deb hisoblayman. Masjidimizni inshaalloh mana shu bino bo'lishida, ta'sis etilishida va bugungi kungacha faoliyati davomida Abdurashid akamizni hissalari, xizmatlari o'ta katta. Hech kim bosolmaydi. Alloh taolo iloyim qabul qilsin. Alloh taolo iloyim bundan-da ko'proq xayrli ishlarda bosh qilsin iloyim. Alloh rozi bo'lsin Abdurashid aka. Qur'on o'qib qoldi, qabullaysiz. Allohu akbar. Alloh rozi bo'lsin. Takbir! Allohu akbar. Bu ajri Alloh nazarida bir ish traktorlar tushunadigan tilda gaplashaylik. O'zim traktorman. Traktor ishlar o'ragi bor. Hammasi aylanadi. Bu yerda bitta avtorash emas, aslida bu yerda o'sha boya aytganda 50 bitta avtorash bor orqada. Ya'ni bu yerda komanda ishlaydi. To'g'ri ko'p gapirishi mumkin, ko'p gapga chiqishi mumkin. Alloh saqlasin, diqqatda bo'lish, markazda bo'lish, yo shuhrat, yo obro' talab qilishmas. Alloh o'zi saqlasin, niyatimiz xolis. Bizda yaxshi insonlar bor, atrofda o'tirishibdi. Ular bundan-da yuqorisiga loyiq. Bundan xayrli ishlar qilib, bizga ustoz bo'lib yurgan insonlar bor bu yerda. Allohning vali do'stlari bor, duosi qabul bo'lganlar bor. Biz ham yaqinroq yuraylikki, yaxshilikda birga yurganlarga yaqinroq yuraylik, biz ham yaqinroq bo'laylik bu insonlarga, ustozlarga, ilm ahllariga deymiz. Aslida bu yerda xizmat qilib turgan hamma birodarlarimizga yildan yilga ko'payyapti, xizmat qilish ham qiyin bo'lyapti. Nima uchun? Odamlarda boya cho'zilib ketsa ham ozgina eslataman. Har yili so'raydigan narsamni yana so'rayman. Biz shu yerda xizmat qilib turgan, men bilan sherik bo'lganlar, ular xolis Alloh uchun birortasi haq olmaydi, olmagan ham men guvohman. Lekin bular ham inson, ba'zida uyidan yoki ishidan yoki yumushidan, muammosidan kimgadir og'ir yoki qattiq gapirgan joyi bo'lishi mumkin. Mashinangizga kelganingizda yoki kirganingizda, chiqqaningizda Alloh yo'lida men bularning nomidan so'rayman. Iltimos, mabodo dillaringiz og'ritgan bo'lsa, hoziroq kechiringlar, iltimos. Chunki bular sizlarni xafa qilish, Allohning baytiga kelib turganlarda umuman dilini og'ritish qasdi bo'lmagan, bo'lmaydi ham inshaalloh. Alhamdulillah. Bu loyihani hammamiz men ishonaman ichimizdan avvalroq qilishimiz kerak edi maktab loyihasini. Shundoq ham kechikib ketdik degan ota-onalar bo'ldi. Bu ustida duolar qilib tezlashaylik, bizdan nima yordam kerak? Degan otalar juda ko'p, onalar juda ko'p. Chunki farzand tarbiyasida bu yerda ta'lim olayotganlar yaxshi biladi. Hammasi yaxshi ketaveradi, lekin o'zlikni ushlab qolish,
qadriyatlarni ushlab qolish, kimligini esdan chiqarib qo'ymaslik va o'zini diniga sodiq qolish, o'sha hammamiz orzu qiladigan sahobalardagi xulqni shu yerda farzandlarimizda shakllantirish. Bir narsani yaxshilab tushuntirish kerak. Nomini ham juda chiroyli qo'yishdi. Al-Buxoriy masjidida faollari Al-Buxoriy Islamic Academy. Xulosaga bormang, hali bino sotib olingan yo'q, bino ochilib ishga ham tushgan yo'q. Lekin bu xayrli ishga ilk qadamlar boshlandi. Alhamdulillah. Birinchi yig'ilishda chaqirganimizda birodarlar Alloh yo'lida naqd 100 ming berishdi. Takbir. Allohu akbar. Mana shu Al-Buxoriy Islamic Academy uchun hisob raqami ochilgan. Biz buni sizlarga nima uchun beryapmiz? Biz sizlarga buni berishimizdan maqsad har qanday farzand tarbiyasida loqayd bo'lmagan, e'tiborsiz bo'lmagan meni farzandim bu diyorlarda, bu davlatlarda nafaqat farzandim, zurriyotlarim, keyingi avlodim o'z dinini ushlab qoladigan, o'z qadriyatlariga sodiq qoladigan, xulqida Rasululloh xulqi bo'ladigan, qalbida Qur'on bo'ladigan, hofizi Qur'onlar bo'ladigan degan otalar uchun befarq bo'lmaylik. Bu shunchaki kichkina loyiha emas. Bu juda katta loyiha. Befarq bo'lmaylik. Bu mavzuni sizlar bilan o'rashib turganimiz bu kechalarda iltimos duolarni istaylik, duo qilaylik. Alloh bu ishimizni xayrli qilsin, oson qilsin va o'zi tez kunlarda nima uchun bunga mablag' yig'ishni boshladik savol. Hali yo'q narsaga. Chunki meni o'zim yolg'on bo'lmasin, yana kamida 5 ta bino ko'rdim men 1 yil ichida. Lekin afsuski mablag' tomondan tez harakat qilish kerak. Sizda vaqtga boshlang'ich to'lovini qilish kerak yoki bino ketib qoladi. Maktab loyihasi shunaqa. Binolar chiqqanda bizda imkoniyat bo'lsa, mablag' tezroq bu narsani amalga oshirish kerak. Kutib o'tirmaydi. Biz shuning uchun Xudo xolasa niyatni xolis qilgan holda jiddiy jahd qilib pul yig'ishni boshlaganmiz. O'sha aytganimdek 100 ming yig'ilgan hozirgacha. Bundan keyin ba'zilarda savol ham tug'iladi. Bu yerda juda ko'pchilik nimalar bo'ladi o'zi bu maktabda? Bu maktabda o'sha hammamiz yaxshi biladigan Turkiyadan boshlab 12-sinfgacha bu yerda dunyoviy va diniy fanlar o'qitiladigan, o'g'il va qizlar uchun alohida ta'lim maskani bo'la oladigan, axloqiy, ma'naviy tarbiyaniga alohida e'tibor beradigan, undan ham eng go'zali Qur'onga muhabbat qo'ygan qizlarimiz, bolalar uchun alohida Qur'on darslari, kuchaytirilgan Qur'on darslari yo'lga qo'yish mo'ljallangan. Buni nima uchun aytyapman? O'tgan yilgi Ramazondan bu yilgi Ramazongacha qarasak, vaqtlaringiz bo'lsa, asrdan keyin kelsangizlar, ikkinchi etajda Feruz Qorakamni darslarini ko'rsangizlar bo'ladi. 40 tadan 60 tagacha studentlar shu yerda Qur'on o'rganishadi. Ular muallim sonidan boshlagan edi. Bu farzandlarimiz undan yuqorisiga, undan ko'prog'iga loyiq. Biz ularga otalar ota sifatida men shu yerdan sizlarga iltimos qilaman, biz o'sha sharoitni yaratib berishga harakat qilaylik. Bu yerda kim qaysi ishdan, qancha pul topishdan qat'iy nazar befarq bo'lmaylik. Himmatimiz bilan, duoyimiz bilan, farzandimizni, oilamizni shunga undash bilan. Chunki bu narsa hammamiz uchun zarur. Biz o'zimiz shu ta'limni ustozlar, yetarli mutaxassislar, ustozlarni qo'yib, shu maktabni yurg'izmasak, bizga keyingi 5-10 yildagi ishimiz juda ham og'irlashadi. Shunda ham og'irlashyapti. Kundan kunga farzand tarbiyasi, oilaviy masalalarda masjidga keladiganlar ko'payyapti. Bu joydagi qaranglar, atrofga jumalarimizni qaranglar. Mingdan ortiq odam har juma shu yerda namoz o'qishadi. Boshqa masjidlarga ham boringlar. 2 martadan juma bo'lsa ham odamlar to'ladi. Bog'chalarga boringlar. 70% musulmonlar bo'ladi. Shu atrofdagi 3 ta maktabga boringlar. Pikaplagan yoki droplagan vaqtlarda boringlar. Hammasi hijobli opa-singillarimiz, dindoshlarimiz. To'g'ri, hammasi bu maktab sig'ira olmas, lekin bu boshlanishi. Biz boshlab beraylik, keyingi avlod bu yog'ini o'z davom ettiradi. Agar biz boshlamasak, keyingi avlod 5-10 yildan keyin xafa bo'lmaydi. Qo'pol bo'lsa ham aytaman, osh tarqatishdan boshqa narsa bilmagasizlar ekan. Osh yeyishdan boshqa narsa bilmagasizlar ekan deb ma'lumot qilsa, xafa bo'lmaydi. Keyin ko'pchilikdan savol bo'ladi. Xo'p, Amerikada bo'lsa, bu yerda baribir qutqarib qolish qiyin-ku shuncha bolani. Biz o'zimiz praktish
gaplashmaymiz yoki farzandlarimizni har kuni ko'rolmaymiz, gaplasha olmaymiz. Undan oldin aytardi, bizga keladigan insonni qadri yetmaydigan ikkita narsa bor, vaqt bilan sog'lik. Afsuski biz otalar farzandlarimizni qadri yetmayapmiz oxir ketlar. Bu yerdagilar demayman, ko'pchilik otalar farzandimizni qadri yetmayapmiz. Nima degani bu? Farzandlarimiz bilan ko'p gaplashmayapmiz. Trakchilar bo'lsa, dispetcher bilan ko'p gaplashishi mumkin, lekin farzandi bilan ko'p gaplashmaydi. Bu kuladigan narsa emas, bu yig'laydigan. Tragini, moyini qaysi mayda almashtirishini biladi, lekin farzandini qachon parent konferensi bor bilmaydi. Bolasida qaysi xulq o'zgaryapti bilmaydi. Sochini qachon borib sartaroshga o'zgartirib chiroyli qilib kelishini biladi, lekin bolasidagi bitta xulqini tahoratda nechta farz borligini o'rgatmaydi. Bor shunaqalar. Men o'z ko'zim bilan ko'ryapman. Kundan kunga ko'payyapti. O'zi shunaqa chiroyli taomlar yeydi. Social mediaga qo'yadi. Lekin kirganda bu halolmi deb so'raydi do'kondan, qassobdan. Lekin bolasi tashqarida halol bo'lmayotgan turgan narsalar yeyib turganda umuman xabari yo'q. Keyin domlaning oldiga olib keladi. Voh, qo'ying. Yo'q, mazax qilmang endi, mazax qilmang. Siz bolangizga zulm qilyapsiz, Allohni tanitmayapsiz. Allohdan qo'rqing. Ka'bani oldiga borib yalinib so'ramaysizmi? Bolamni holini isloh qilib. Yo'q. Siz uyingizda Allohni taniting. Siz bizda otalarda yetishmayotgan turgan bitta narsa bor. Usvat hasana bor ekan. Go'zal o'rnak. Go'zal o'rnak yetishmayapti. Hozirdan niyat qilaylik. Menda o'zi farzandimga go'zal o'rnak bo'ladigan nima narsam bor. Men bitta narsani aytaman, cho'zilib ketsa ham. I'm not speaking English, I'm sorry, because this topic only belongs to Uzbek Tajik community. No. Because it's happening now. It's a serious topic about child neglect. Buni men o'zbek tilida deyapman, boshqa nimaga aytmayman. Ularni xafa qilmaslik uchun, don't get me wrong, please. Bizda nima bor farzandlarimizga go'zal xulq, go'zal o'rnak bo'ladigan? Men sizlarga bitta sirni aytaman. 4 yildan beri bolalar bilan ishlayapman, bilib oldim. Otalarni qanaqa bo'lmoqchiligini bo'lsangiz, oshnog'ingiz u bilan safar qilib, to'g'ri bilsa bo'ladi, pul berib, oldi berdi. Lekin bolasi bilan bitta gaplashganda sirini bilmasa bo'ladi. Nimaga? Chunki farzand ota-onaning siri bo'ladi. Bolasi yolg'on gapirdimi? Buning otasi mashinik. Qo'pol gap, lekin bu aniq. Nimaga? Chunki uyda u yolg'on gapni otadan o'rganib kelyapti. Nimaga? Chunki go'zal o'rnak yo'q. Aldaydi, yolg'on gapiradi. Shuning uchun biz buni boshladik. Nima uchun? Ertaga Xudo saqlasin, mashinik, mexanik, o'g'ri, lawyer, muttaham, doktor, shunaqalar chiqmasligi uchun qadriyatini ushlab qoladigan, Xudodan qo'rqadigan har qanday mutaxassis biz mingtalab chiqara olmasmiz, lekin 50 ta chiqaraylik, 5 dona chiqaraylik. Buni qanday chiqarsa bo'ladi? Ko'pchilik aytadi, Amerikada qanday chiqarsa bo'ladi? Hamma yoqda muhit bor, ta'sir bor. Bitta narsani aytaman. Bu bizda musulmonchilikda kamayib ketgan, meni ichimda tirnaydigan narsa innallohu ma'ana degan Tavba surasida bor. Alloh biz bilan. Payg'ambar alayhissalom borda o'tirganlarda Abu Bakr roziyallohu anhu aytgan. Alloh biz bilan, ha? Niyat xolis qilaylik, Alloh biz bilan. Bu tugul boshqa universitet, institut, banlisa, hospital, doktorxona, ha? Bunday kattalar ochiladi. Nimaga? Birinchi o'rinda Alloh biz bilan deylik. Ikkinchisi, boyagi qanday qilamiz? Bu yerda 30-40 mingta bolalar bor. Qanchasini saqlab qolamiz? Bu Amerika jamiyatida qiyin-ku bo'lmasa, yo'q, qiyin emas. Javobi bitta, oson. Alloh taolo Firavnda xonadonida Musoni qanday uslub tarbiyalab qo'ygan bo'lsa, bu ham shunday bo'ladi. So'zimizni oxirida qattiq gapirgan bo'lsak, uzr so'raymiz. Bu narsaga beparvo bo'lmaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu Ramazon oyida albatta juda ko'pchilik insonlarning o'zgarishi,
xizmatimiz bor. Hammani ham duolar bilan qo'limizdan kelgancha bu yerda hadiyalar bor. Bu hadiyalar shu birodarlarimiz tashkil qilingan ekan. Ularga topshirib qo'ysak, bu yerda agar chiqadiganlar bo'lsa bemalol. Someone leaving to outside, you can leave. Or you stay, please give us 7-10 minutes. Take your seat. If you need to drink or you can have a drink, water. Bu yerda Said Islom ismi yozilgan ekan. Said Islom oxirgi qiyomlarda agar kelganlar bo'lsa, qiyomlarda shu yerda o'tib berdi. Alloh umrini ziyoda qilsin. Ko'pga yaxshi shu yerda masjidga har doim kelolmasa ham Ramazon oylarida o'tkazib eslaganlar bo'lsa, duo qilamiz. Mana shu qorakalarimizni o'xshagan qorilar bo'lib ketishini, shu yerda masjidlar uchun bo'lg'usidagi dindoshlarimiz uchun bir xizmat qiladigan olim ulamolardan bo'lsa ilohim. Takbir. Assalomu alaykum. No clowns. Just takbir. Bu yerda Tursin e'lon qilmasdan oldin men o'zimga ham juda ko'pchilik fikr aytishdi. Bu bolani otasi kim? Qanday bola bu? Subhanalloh. Har doim kelsak, o'zi kichkina bola, keladi, ko'rasizlar. Mas'uliyat bilan yondashadi. Xizmat qilish bo'yicha bu yerda kattalar bor. Ularga ham ortda qoladi. O'zi kichkina bo'lsa ham agar o'tirib olamiz, o'zi kichkina bo'lsa ham peshqadamda xizmat qilishda charchamaydi. Alloh shunga shu bolachaga shunaqa energiya bergan, tinmaydi. Saharlikda ham kelib, maktabga vaqtida xizmat qilib ketdi. O'tgan yil ham xizmat qilgan edi. Shu birodarlarimiz havas qilishdi. Shu bolani otasiga rahmat deb qo'ydi. Otasini ham shu yerda iftorga kelgan bo'lsangizlar, u tayyorlagan oshlarni yedik. Alloh rozi bo'lsin. Otasi ham xizmatni qo'yiladi, lekin o'g'lini xizmatiga biz alohida bir kichkina bo'lsa ham minnatdorchiligimiz qorakamga beraman. Ismi Hojiakbar Sharif o'g'li. Takbir. Allohu akbar. Agar rasmga tushishimiz kerak bo'lsa, Hojiakbar bilan birga rasmga tushishimiz kerak. Hojiakbar. İltimos, Allohning baytida qarsak chalinmaydi, odobsizlik qilmaylik. Takbir desa Allohu akbar deyiladi. Bu ham o'ldirib qo'ysak bir ilm bo'lib qoladi inshaalloh. Alloh ziyoda qilsin. Alloh ziyoda qilsin. Bu yashirin tarzda boshqa sovg'alar ham qilingan ekan. Buni alohida qilishdi. Alloh rozi bo'lsin qilganlarga. Keyingisi bu yerda yana xizmat qilib turgan birodarimiz bor, Jamilaga. Har kuni kelib iftorni o'sha birinchi kunning oxirigacha xizmat qilib berdilar. Uni o'g'illari bilan kelib xizmat qildi. Jamilaga Ibrohimga kelganmi, kech bo'lib qoldi. Agar kelmagan bo'lsa, o'zingiz chiqib olsangiz, shuni Jamilaga o'g'ilchangiz kelganmi? Jamilaga. Jamilaga o'tkazib olasizlar, iltimos. Kelyapti. Keling. Jamilaga o'g'illari Ibrohimbek. İftorlik tayyorlashda deymizmi, yig'ishtirishda shu yerlarga xurmo qo'yishga ham hissasi bor o'sha ukamizda. Alloh rozi bo'lsin. Ota-bola kelib bir vaqtda xizmat qilishda o'zi ham bu savobi katta. Hozir kelib qolamiz, keyingisiga o'tamiz, ha? Keyingisi ya buni keyin Doniyorjon ham Hojiakbarga o'xshagan peshqadamlardan. Doniyorjon keling. Doniyorjon ham bu yerda Qur'on darslarida ham faol student. Ham iftorlik tayyorlash bo'yicha masjid ichida, tashqarisida deymizmi, opa-singillarimiz sister sectionda ham
setup qilish keling. Muborak bo'lsin. Doniyorjon, katta rahmat. Duolarni eslab qo'yinglar. Mana shunday g'ayratli yoshlarimiz ko'paysin, xizmat qiladiganlar. Bular keyingi generation. Inshaalloh bunday ko'rib turgan o'rtoqlar bo'lsa, keyingi yoshlar xafa bo'lmanglar. Sizlar ham qolishmaysizlar. Keyingini inshaalloh birgalikda shunaqa xizmatda sherik bo'lasizlar. Keyingisi Jamil akanikimi? Tortinmadi Jamil aka o'quvchini yuboring. Abu Bakr Shahrullah. Abu Bakr. Takbir. Hozirgi aytganlarimizga bu o'sha peshqadamlardan kelib xizmatda mana shunday tarbiya berib, go'zal tarbiya bergan ota-onasiga rahmat aytamiz. Duolar eslab qo'yinglar. Takbir. Allohu akbar. Keyingi Ramazonda ham Xudo xohlasa islomda bo'lamiz. Muborak bo'lsin. Shu yerda xizmat qilgan, kelib yordamlashib, shu yerda nima masjid obod qilish hissasini qo'shgan kichkina ukalarimizdan Kamronbek tarbiya bergan ota-onasiga rahmat. Ya'ni yoshlarda katta kichik xizmati bo'lmaydi. Bitta narsaga e'tibor beriladi. Allohning paytiga befarq bo'lmasligi, loqayd bo'lmasligi. Himmat qilib xizmat qilishni bo'ladi. Muborak bo'lsin. Keyingi Ramazonlarda ham Xudo xolasa mana shu xizmatlarni davom ettirasiz inshaalloh. Zafar aka, rasmga tusham. Muborak bo'lsin. Kattalik o'tyapmiz. Men o'zim yaxshi ko'raman, Alloh yo'lida shu birodarimiz chaqiradi. Men yaxshi ko'raman, orakaman yaxshi ko'raman. Ana shu yerda biz har kuni iftorlikda maza qilib choyni ichdik. O'sha choy kelishiga vaqtida uzilmay turishiga sababchi bo'lgan birodarimiz bor. Saidjon keling. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Choyni muborak bo'lsin aka. Siz Alloh yo'lida yaxshi ko'ramiz. Choyni tayyorlagan insonni eslatib o'tamiz. Ko'pchilik biladiganlar bor. Abu Nosir yamanlik shayx adashmasam 8 ta masjidga choy tayyorlaydi har yili Ramazonda. Alloh u kishiga ajrini ko'paytirib bersa, bu birodarimiz o'sha choylarni olib kelib, olib borib qo'yish bo'yicha mas'ul bo'ldi. Juda chiroyli tarzda vazifani ado qildi. Alloh ajrini ko'paytirib bersin. Bu yerda boya e'tibor beryapti turgan bo'lsangizlar, xizmatlar har xil yo'nalishda ketyapti. Shunday xizmatlardan Daryoda oshpazlarning yonida xizmat qiladigan birodarlarimiz bor. Shulardan bittasi har kuni kelib xizmat qilgan Mahmud akamiz bor. Mahmud aka o'tirgan bo'lsangiz keling. Bu yerda oshni o'zi ketmaydi-da, salat ham bo'lishi kerak. Fruit salat, mevali salatlar ham ket uzilmadi. O'shani har kuni tayyorlab turgan akamiz bor, Mahmud aka. Familiyasi qancha? Mahmud Abidahonov. Mahmud aka. Said aka, Mahmud aka chiqdimi? Ha, kelyapti. Ko'ringlar. Har kuni oshda salat uzilmadi, to'g'rimi? Mana shu inson o'z qo'li bilan har kuni tayyorlagan. Takbir. Allohu akbar. Boringizga shukr. Keyingi Ramazonlarda ham xizmat qilish nasib qilsa hammamizga bergan. Rahmat sizga. Bu akamizning sheriklari bor. Shunaqa ekanda, ya'ni musobaqalashganda kimdir yonida turib savoblashlarga musobaqalashadi. Akamizning raqobatchisi bor. Bu yerda raqobatchilari Anis akamiz. Keling, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Bu sovuqmi, yomg'irmi shu yerda taxtakash pichoqni olishadi Mahmud aka bilan meva to'g'rashga, salatlarni tayyorlashga. Aha. Takbir! Allohu akbar! Muborak bo'lsin, Alloh ajrini ko'paytirib bersin. Mana bu Ramazon oyida qilingan savobini ota-onangizga ham ajrini ko'paytirib bersin. Rahmat. Keyingisi
o'sha ichkarida tentni o'zida iftorlik 200 dan ortiq kishiga setup qilinib, o'sha soat asrdan keyin boshlanadi, ichkarida joy qilinadi. Ko'rgan bo'lsangizlar, alhamdulillah ixcham dasturxon. Bu akalarimiz qilgan narsalarni shu joy-joyiga qo'yib chiqadigan bir inson bor. Ularni o'sha bosh bo'lib turgan Islom akamiz. Islom aka shu yerdamisiz? Islom aka alhamdulillah. Islom aka, keling. Takbir. Allohu akbar. Kichkina bo'lsa ham Alloh yo'lida minnatdorlik, hadiyani qabul qiling. Alloh ajrini ko'paytirib bersin. Takbir. Allohu akbar. Keyin endi bu yerda rasmga olib turinglar. Mana o'xshab. Alloh rozi bo'lsin, Alloh qabul qilsin. masjidga xizmat qilganlar men sanab chiqib 50 dan ortiq ekan. Bor ekan. Who served the masjid during Ramadan? I counted more than 50 people. Subhanallah. Bu degani shu masjidga befarq bo'lmasdan yomg'irmi, sovuqmi kelib xizmat qilganlar. Shu insonlarga ham kam bo'lsa ham ozgina hadiyamiz bor. Shuni iltimos sizlarga topshiramiz. İsmini etkenlerimiz tez kelib olib ketasizlar. Ziyoddin aka. Ziyoddin aka. Ayyortirlik iltimos xizmat deganlar. Security teamdagilar Bo'lmaganni yoniga qo'ying beramizki. qo'yamiz. Keyingisi qor aka. Abdulquddus. Abdulquddus aka. Abdulquddus keling. Keling Abdulquddus. Yashirib olish yo'q. Yoniga qo'yavering. Degan joyda chiqish kerak endi. Boshqa iloji yo'q. Kelinglar. Sharifjon aka. Sharifjon akani o'g'liga bering. Sharifjon aka keling. Sharifjon akani o'zi. Sharifjon aka, biz har kuni shu insonni qo'lidan olishaylik. Akalar. Ramazon aka. Har kuni oxirgi saharliklarimizda ham shu inson tayyorlab beryapti. Alloh ajrini ko'paytirib bersin. Amin. Zurriyotlaridan Allohning baytini obod qiladiganlardan keti uzilmasin qiyomatgacha. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Keyingisi Abdulvosit. Abdulvosit. keling. Abdulvosit mana kelib keling. Keyingisi Javlon. Sardor aka o'g'illari. Javlon yo'qolib ketibdi bu bola. Kattalarchiga qo'shibdi. Mashalloh. O'zi ham kattadan. O'zi ham kattadan. Takbir! Inshaalloh. Alloh ajrini ko'paytirib bersin. Tarbiya bergan ota-onangizga rahmat. Keyingilari Otabek aka, usta akamiz. Otabek aka. Ikkovlari ham usta. Otabek aka keling. Yuradigan usta akamiz. Qo'llari qo'l usta akamiz. Men baribir aytib o'taman. Mana shu mehmobga yaxshilab qaranglar. Mehmobga. Chiroyli qo'yilgan a? Otabek aka mehnatlari bilan. Takbir! Ihson qilgan boshqa insonlar, lekin shuni chiroyli qilib shu yerga qo'yib bergan Otabek aka bo'ladi. Uzbekdin aka. Sizga. Yo sizga. Takbir! Hayron bo'lmang, siz biz uchun qadrlisiz. Alloh ajrini ko'paytirib bersin. Yo'q ekan, Alloh ajrini ko'paytirib bersin. Kichkina bo'lsa ham mana hadiya. Keyingisi Muhriddin aka. to'g'rida. Rasmni qo'ying endi o'zingizga. Keyingisi Serjan aka tayyor qiling. Olish kerak. Takbir! Alloh ajrini ko'paytirib bersin. Muborak bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Keyingisi Serjan akami? Serjan aka, keling. Donation to masjid. Serjan aka. Donation to masjid. Keling Serjan aka. Bo'lishida Serjan aka Alloh rozi bo'lsin. Bu o'sha 51 ta odam bor-ku bizning komanda. Hayron qolasiz. Subhanalloh. Alloh taolo shunday komanda yig'ib qo'ygan. Hammasi Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, O'zbekiston, Iston hammasi yig'ilgan. Subhanalloh. Hammasi yuragi katta, sabri bor, yuragi keng. Hamma gap so'zlarimizga, hazillarimizga chidaydi. Sovuqqa ham qaraydi, xizmatda. Farruh aka keyingisi. Farruh aka. Farruh aka keling. Urgutlik Farruh aka. Buni ichida katta narsa bor Shahzod lekin. aka. Bu sumka kichkina bo'lib ko'ringani bilan Shahzod aka qanday? Shahzod aka Farruh aka. qo'p ko'ryapmiz. Takbir! Takbir! Okey, keyingisi. O'tamiz. Keldingizmi? Alloh rozi bo'lsin. Alloh ajrini bersin. Sal. Qarang. Rohat aka. Keyingiz Abdulaziz aka.
rohat aka Abdulatif aka. Abdulatif aka. Abdulatif akanikini qo'yib turamiz. Oynahoy saharlik tayyorlash jarayoni boshlandi menimcha. Bu yerda endi men o'zim bergan yaxshi qorakamdan ko'ra shu yerda qorakamni farzandi o'g'lanchim menga berdi. Bu yerda Muhammadjon qorakamdan Fayzullo qorakamning o'g'illari o'tiribdi. Mashalloh, ko'pchilik bu yerda jamoatdagilar biladi, Qur'on o'qishini. Subhanalloh. Alloh ilmlarni ziyoda qilsin. Otalariga o'xshagan go'zal xulqlar, hofizi Qur'on, Qur'on bo'lgan insonlar yetishsin ilohim. Sayfullo, sizlar rasmga tushib bo'lsak bo'ladimi? Kelasiz, bo'lsa. Keling. Keling. O'rtog'ingiz ham kelsin. Bular niyat qilaylik, ko'p kuttirmasin. Xudo xolasa 5-6 yilda, yo 5-6 yillar ko'p ha. 2 yil inshaalloh. 2 yilda xatmni o'tadigan qorilar bo'lsa ilohim. Takbir. Alloh razı olsun. O'tiringlar, hadi. Servis. Bu yerda Mana chaqirdinglarmi o'tirishga? Keling, takbir! Allohu akbar! Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Allah ajrini ko'paytirsin. Allah kabul etsin. Yok. Bular qo'yib olmaysizlar. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Endi bizda mana shu masjidimiz oqsoqollaridan birlari Ramazon oyida kamiya dam olayotgan vaqtimizda to'g'risini aytsam namozlarga o'tib yurgan bomdod namozlariga xonchalar va boshqa namozlarga o'tib yurgan shayximiz Shayx Abu Kifah. Takbir! This is small gift on behalf of our Jama'ah. This is behalf of our Jama'ah. Everyone requests, please. فقط صورة فقط الصورة فقط الصورة. Rasmga olib, berib olmasak bo'lmayapti. Qabul bo'lmayapti. ليس من المسجد، ليس من المسجد، هذا من الإخوة. ما شاء الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني أهدي قبل الهدية هذه هدية ليس I will take it from you. جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا بارك الله فيك تقبل الله جزاكم الله خيرا تفضلوا bizlarga duolar qilib qalbimizni yoshga to'ldirib ko'zlarimizni yoshga to'ldirgan ustozimiz Shayx Muhammad G'ulom. Shayxga o'qiringlar. Shayxna Muhammad G'ulom. Takbir. Takbir! Allahu akbar! O'zi an'ana biz e'tibor bergan bo'lsak, yoshlarni ham, kichkinalarni ham hurmatini, kattalarni ham hurmatini joyiga qo'yishimiz bu sunnatga muvofiq. Inshaalloh bu kunlarda hadya ulashimiz ham inshaalloh bu sunnatga muvofiq kattalarimizni hurmat qilib, bularga duosini olib qolishimiz kerak. Va yoshlarga ham shu o'rinda bir motivatsiya berib, keyingi Ramazonlarga eslab yuradigan
Sovg'alar olmaganlar kelinglar, bor sovg'alar. Serjan aka. Serjan aka keling aka, sizni ko'rishsin. Keling. Allohu akbar. Takbir. Rohat aka. Rohat akani ham chaqiringlar. Takbir. Ikkita vazli odamlar bu. Serjan aka, Eng vazli. juma kuni deymizmi yoki bu masjidni shunda duo qilaylikki, Alloh taolo shunday boylik ato qilsin, qo'l-ocha saxovatli insonlardan bo'lsin. Chunki masjidga keladigan donation deymizmi shunday harakat qiladilar, lekin juma kuni uncha-munchasi bermay ketib ko'rsin. Bermaganni o'qim. Jazakumulloh xayr. Alloh rozi bo'lsin. Alloh qabul qilsin. Rohat aka ikkinchi tezda sabr qilib, bolalarga qarab, Ramazonga keling. qaror vaqtida namozga kelsa, ozgina narsalari yo'q, duolarga eslab qo'yaylik iltimos. Alloh rozi bo'lsin. Alloh shifo kamol ato qilsin, bu xizmatlarda Alloh ajrini ko'paytirib bersin. Mana shu tashqarida turgan hamma chiroqlarni mana shu kishi olib kelganlar. Alloh rozi bo'lsin. Alloh qabul qilsin. Kecha yoshi kattalar aytishdi, shuni Ramazonni boshida qilmaganmiz ekan deb. Shu ishga sababchi bo'lgan asosiy inson shu. Bu yil ha, xudo xohlasa keyingi yil bundan ham yaxshi bo'ladi inshaalloh. Endi Mana shu masjidimizda oxirgi 10 kunda ayniqsa qiyomul laylga o'tib berayotgan qorakamiz, uydir namozida qunut duolar bilan yig'latayotgan qorakamiz Muhammadjon Hamidov. Takbir. takbir. Bizda hozir shu vaqtda aytishim kerak, yana shunaqa Muhammadjon akaga o'xshagan qorilar ko'proq chiqishini Alloh taolo qilishimiz kerak. Yana Fayzullo qoriga o'xshagan qorilar chiqishi kerak. Alloh shifo kamol bersin. Muhammadjon aka Alloh ajrini ko'paytirib bersin. Ko'p yillar Ramazonlarda shunday tarovihlarda, xatmlarda, qiyomul layllarda mehrobda o'tib berishingiz Alloh sizga nasib qilsin. Alloh taolo sizni ustozlaringizdan rozi bo'lsin. Mana buni savobini ota-onangizga ham ajrini ko'paytirib bersin. Sizlarga mana shu qiyomul layl davomida kelib qiyomul layl o'tib bergan qorakalarimizdan yana birlari Muhammad Usmonov. Marhamat. Muhammad Usmonov qoraka, marhamat keling. Takbir. O'sha hammasini eslatadiganimiz ilm ahllarini hurmat qilib, ularni ehtirom qilishimiz inshaalloh bizning zurriyotlarimizdan ham ilm ahllari chiqishiga inshaalloh bir sabab bo'ladi. Ulug'bek aka, men hozir Ulug'bek ham taklif qilaman. Oxirgi sovg'amiz o'zlari topshirsalar, qorakam bilan inshaalloh. Keling Ulug'bek aka. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qani qoraka kelasiz. Endi o'zbekcha gaplashamiz bu shu bilan. Buni xudo xolasa yaqin o'rtada o'zbekcha o'rgatamiz. Hozir Takbir! Sizlarga Ramazon davomida Qur'oni Karim xatmida yordam berib, Qur'oni Karimni bizga tilovat qilib bergan qorakamiz Abdulvahid qorakamiz. Marhamat. Abdurashid aka. Takbir. Thank you so much. Jazakallah khairan. Barakallah feekum. May Allah give you barakah in make you more knowledgeable, more taqwa in Amin Ya Rab. Jazakallah khairan. We are happy to see you, to meet you, your family. MashaAllah, barakallah feekum. Jazakallah khairan to everyone. Sizlarga mana shu taroveh davomida tasbih aytgan, azonlar aytgan, mana shu yerda xizmat qilgan Aliddin, marhamat. Takbir. Aliddin ukamiz bizga doim yordam beradilar.
Allah razı olsun. Allah hamd olsun. Marhamat. Allah razı olsun. Allah hamd olsun. Mana shu taroveh vaqtida, qiyomul layl vaqtida bizlarga imomchilik o'tgan inshaalloh bo'lajak qorilarimizdan Abdurahmon marhamat. Takbir! Allah razı olsun. Arzumda sana kichkina savol bo'lsa, hazırlaştık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. hozir hojibonni o'zidan maxsus atagan niyat qilgan ekan sovg'alarni ochib o'tgan o'z qo'lingizdan topshirasiz. Allah razı olsun. Takbir! Allohu akbar! Takbir! Allohu akbar! Takbir! Allohu akbar! O'zlari Qur'on Karim hadya qilish niyat qilganlariga Alloh yetkazdi. Alloh Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah Teala sadakayı cariye kıldırsın hidayet. Allah razı olsun. Hakikatte masjidimizde masjidimizde usturlarından biri deymiz. O'zim shunday deb aytaman va qolganlar ham shunday deb deb hisoblayman. Masjidimizda inshaalloh mana shu bino bo'lishida, ta'sis etilishida va bugungi kungacha faoliyati davomida Abdurashid akamizni hissalari, xizmatlari o'ta katta. Hech kim bosolmaydi. Alloh Taolo iloyim qabul qilsin. Alloh Taolo iloyim bundan-da ko'proq xayrli ishlarda bosh qilsin iloyim. Alloh razı olsun Abdurashid aka. Qur'on o'qib qoldi, qabul qilasiz. Allohu akbar. Allah razı olsun. Takbir! Allohu akbar! Bu ajri Alloh nazarida albatta. Bir ish traktorlar tushunadigan tilda gaplashaylik. O'zim traktorman. Traktor ishda qildiragi bor. Hammasi aylanadi. Bu yerda bitta avtorash emas, aslida bu yerda o'sha boya aytganda 50 bitta avtorash bor orqada. Ya'ni bu yerda komanda ishlaydi. To'g'ri ko'p gapirishi mumkin, ko'p gapga chiqishi mumkin. Alloh saqlasin, diqqatda bo'lish, markazda bo'lish, yo shuhrat, yo obro' talab qilishmas. Alloh o'zi saqlasin, niyatimiz xolis. Bizda yaxshi insonlar bor, atrofda o'tirishibdi. Ular bundan-da yuqorisiga loyiq. Bundan xayrli ishlar qilib, bizga ustoz bo'lib yurgan insonlar bor bu yerda. Allohning vali do'stlari bor, duosi qabul bo'lganlar bor. Biz ham yaqinroq yuraylikki, yaxshilikda birga yurganlarga yaqinroq yuraylik, biz ham yaqinroq bo'laylik bu insonlarga, ustozlarga, ilm ahllariga deymiz. Aslida bu yerda xizmat qilib turgan hamma birodarlarimizga yildan yilga ko'payyapti, xizmat qilish ham qiyin bo'lyapti. Nima uchun? Odamlarda boya cho'zilib ketsa ham ozgina eslataman. Har yili so'raydigan narsamni yana so'rayman. Biz shu yerda xizmat qilib turgan, men bilan sherik bo'lganlar, bular xolis Alloh uchun birortasi haq olmaydi, olmagan ham men guvohman. Lekin bular ham inson, ba'zida uyidan yoki ishidan yoki yumushidan, muammosidan kimgadir og'ir yoki qattiq gapirgan joyi bo'lishi mumkin. Mashinangizda kelganingizda yoki kirganingizda, chiqqaningizda Alloh yo'lida men bularning nomidan so'rayman. Iltimos, mabodo dillaringiz og'ritgan bo'lsa, hoziroq kechiringlar, iltimos. Chunki bular sizlarni xafa qilish, Allohning baytiga kelib turganlarni umuman dilini og'ritish qasdi bo'lmaydi ham inshaalloh. Bular ham faqat savob bo'lmaydilar. Bularni ismlarini eslab qolaylik. Chunki bu Allohning baytida xizmat qilib turgan, biz ham shularga yaqinroq yuraylik. Vaqtimiz bo'lsa, Ramazon tugaydi, masjidimiz hovlab qolmasin, iltimos. G'arib bo'lib qolmasin. Kelinglar, xizmat to'xtab qolmaydi, ibodat to'xtab qolmaydi. Bomdod namozlarimizni yana to'ldiramiz, xuftonlarimizni
xayrli loyiha boshladik. Bu loyiha bitta inson ishi emas, 50 ta inson ishi emas. Meni nima yordam qila olaman? Keling meni oldimga, men sizga nimani ko'rsataman, qanday yordam qilishni. Hozirdan bitta yordam qiling. Boyagiga farzandingizga vaqt ajrating, iltimos. Farzandingizga vaqt ajrating. Bo'lmasa oxiratda yoqamizni oladi, Alloh saqlasin. Iltimos. Farzandlarimiz eng katta hadya bizlar uchun. O'zimga eslatma qolganlarga ham. Shuning uchun xizmat qilganlar, akalar, sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Yosh kattalar bor, meni bitta bir o'zimda yomon kamchiligim ish yuborib qaraga bilasiz. Siz uni qiling, siz buni qiling. Nima qilay endi? Meni katta qilib qo'yishdi shular. Ashlarda o'zim nash Otabek, nash Muhammad aka, akalarga. Alloh rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Hammamizni Alloh ajrini ko'paytirib bersin. Baraka rahmat. Bu birodarlarga rahmat, sizga rahmat. Hammalarga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Bu yerda haqiqatda nomi zikr qilinmaganlar juda ko'p. Parda ortida deydi, parda ortida xizmat qilganlar juda ko'p. Hammamiz avvalo savobni Alloh taolodan umid qilamiz. Va barcha insonlar hech kim bu yerda aytganlaridek biron bir haq uchun yoki biron bir maqtov eshitish uchun emas. Kechagina aytganimiz la nuridu minkum jazaan va la shukura. Biz sizlardan biron bir mukofot ham istamaymiz va biron minnatdorchilik istamaymiz, balki innama nut'imukum liwajhillah. Biz sizlarni Allohning yuzi uchun, Allohning roziligi uchun taomlantiramiz degan insonlardan bo'laylik hammamiz. Alloh taologa qilayotgan har bir xizmatimiz mana shunday xolis bo'lsin. Alloh taolo o'zi qabul etsin. Mana shu yakunida bir duo qilamizda, shu bilan inshaalloh yakunlaymiz. Amin. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ey Robbimiz, Alloh akbar va ridor. O'zingning bayting obodligi yo'lida birgalashib harakat qildik, jamoa bo'lib harakat qildik. Alloh o'zing dargohingda qabul etgan. Ozmi ko'pmi, hatto bir guruch miqdorida bo'lgan hissasini qo'shgan insonlardan ham Alloh o'zing rozi bo'lgan. Ey Robbimiz, Alloh o'zingning baytingni obod qilishga harakat qildik. O'zing barchalarimizga o'zingning huzuringda ajr mukofotlaringni bergin. Ajrni Alloh biz faqat sendan kutamiz, sendan so'raymiz. Alloh o'zing bizlarni haq amallarimizni qabul qilgin. Beriyo bo'lishni Alloh o'zing nasib etgin ya Rob. Bu yerda xizmat qilgan barcha akalarimizni, Alloh to'kilganlarini Alloh o'zing o'rnini ziyodasi bilan to'ldirgin ya Rob. Mana shu birodarlarimiz o'zlarining yonlaridan xarajatlar qilib harakat qilishdi ya Rob. Alloh o'zing ularga jannating bilan siylagin ya Rob. O'zingni maytingni xizmatlarda yurishda Alloh o'zing rozi bo'lgin. O'zing ikki dunyo baxtu saodatiga erishtirgin ya Rob. Sening shiorlaringni mana shu baytingni ulug'laymiz ya Rob. O'zing qabul etgin. O'zing bizlarni ko'plab Ramazon oylarida ana shunday senga ibodat bilan, itoat bilan, seni rozichiliging bilan o'tkazishni hammamizga o'zing nasib etgin ya Rob. Ramazondan tashqari vaqtda ham doimo sening xizmatida, sening diningning xizmatida, musulmonlar xizmatida yurishni hammamizga o'zing nasib etgin ya Rob. Umrimizning oxirigacha la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasiga sodiq bo'lib, dilimiz va dilimizda mana shu kalima jo bo'lib, o'zingning huzuringga yorug' yuz bilan borishni Alloh hammamizga o'zing nasib etgin ya Rob. Robbana atina min ladunka rahmah va hayyi' lana min amrina rashada. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Reality diyor. Thank you.